Men Yulduz Rajabova, farzandlarim kelajagi uchun Registon maktabini tanladim. Keling, nega aynan shu maktabni tanlaganimni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, men uchun eng muhimi bu farzandlarim xavfsiz muhitda, to'liq nazorat ostida bo'lishidir. Registon maktabidagi tajribali mutaxassislar 24 ga 7 kamera kuzatuvlari, qorovullar xizmati va 4 mahal dietolog tomonidan tavsiya qilingan halol taomlar farzandlarimdan xavotir olishimga hojat qoldirmaydi. Ikkinchidan, bu maktabda nafaqat ta'lim, balki tarbiya ham muhim o'rindadir. Bu yerdagi muhit shundoq milliylikni berib turadi. Uchinchidan, farzandlarim yaxshi muhitda, yaxshi bolalar qatorida katta bo'lishini, ilm olishini xohlayman. Bu muhitni Registon maktabi bolalari imtihon va suhbat orqali saralab olib ta'minlashadi. Vaqti kelganda esa ilmga, tarbiyaga befarq bola va hatto ota-onalarni maktabdan chetlatish bilan bu muhitni saqlab turadi. To'rtinchidan, qizlarimda ingliz tilida juda katta o'zgarish sezdim. Maktabdan tashqari o'quv markaziga olib borgandim. Ular shundoq ham ingliz tili yaxshi ekan deb qaytarib yuborishdi. Shu payt Registon maktabiga yana ham ishonchim oshdi. Beshinchidan, yuqori sinfga o'tayotgan qizimda faqat kerakli fanlardan dars o'tilishi va xalqaro SAT, IELTS imtihonlari yaqinlashganda ularga yanada ko'proq individual yondashuv bo'lishi xursand qildi. Farzandingiz uchun to'g'ri maktabni tanlash vaqti keldi. Men Registon xususiy maktabini tanladim.